Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. Demokratik partiya vakillari AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan sud da'vosi qo'zg'atish imkoniyatlarini o'rganishmoqda. Bu haqda TASS Time nashriga tayanib xabar bergan. Da'vo arizasi shundagina berilishi mumkinki, agar Amerika yetakchisi 1-maydan keyin Kongressning roziligini olmasdan Eronga qarshi harbiy operatsiyani davom ettirsa. Harbiy vakolatlar to'g'risidagi rezolyutsiyaga ko'ra, AQSh prezidenti qo'shinlarini xorijdagi harbiy harakatlar zonasiga kiritgandan so'ng 2 sutka ichida bu haqda Kongressni xabardor qilishi shart. Shuningdek, u qonun chiqaruvchilarning roziligisiz qo'shinlardan 60 kundan ortiq bo'lmagan muddatda foydalanishi mumkin. Agar Amerika harbiylarini nizo zonasidan xavfsiz olib chiqish uchun qo'shimcha vaqt talab etilsa, bu muddat yana 30 kunga uzaytirilishi mumkin. Donald Tramp 2-mart kuni Kongressga Islom Respublikasiga qarshi harbiy harakatlari boshlangani haqida xabar bergan edi. Respublikachi prezidenti 1-mayga qadar harbiy operatsiyani qonun chiqaruvchilarning tasdig'isiz davom ettirish imkoniyati mavjud. Sudga da'vo kiritish bo'yicha muhokamalar hozirda dastlabki bosqichda. Agar harbiy harakatlar 1-maydan keyin ham davom etsa, bu jarayon tezlashishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari 1-maydan boshlab OPEC va OPEC Plus tashkilotlari a'zoligidan chiqadi. Bu haqda Reuters xabar bergan. Arab Amirliklari energetika vaziri Suhayl Muhammad al-Mazruiyning so'zlariga ko'ra, qaror mamlakatning energetika strategiyalari tahlili asosida qabul qilingan. Abu Dhabi tashkilotdan chiqish bo'yicha sheriklari bilan kelishmagan holda qaror chiqargan. Bu siyosiy qarori bo'lib, bu neft qazib olish hajmi bilan bog'liq joriy va istiqboldagi siyosatni sinchiklab tahlil qilish natijasida qabul qilindi, deya qo'shimcha qildi u. Reuters nashrining yozishicha, Abu Dhabining yo'qotilishi geosiyosatdan tortib qazib olish kvotalarigacha bo'lgan ko'plab masalalardagi ichki kelishmovchiliklarga qaramay, odatda birdamlikni namoyish etishga intilgan tashkilotni zaiflashtirishi mumkin. Agentlikning qayd etishicha, Birlashgan Arab Amirliklarining tashkilotdan chiqishini AQSh prezidenti Donald Trampning g'alabasi sifatida baholash mumkin. Tramp bir necha bor OPECni neft narxlarini sun'iy ravishda oshirib, butun dunyoni talayotganlikda ayblab kelgan edi. Ma'lumot uchun, OPEC neft qazib oluvchi davlatlar tomonidan qazib olish kvotalarini nazorat qilish uchun tuzilgan xalqaro hukumatlararo tashkilotdir. OPEC a'zolari jahon neft zaxiralarining qariyb 3dan 2 qismini nazorat qiladi. Ularning hissasiga dunyo bo'yicha qazib olishning taxminan 35% va eksportning yarmi to'g'ri keladi. OPEC Plus mamlakatlari esa jami bo'lib jahon neft qazib olish hajmining yarmini nazorat qiladi. Amirliklar 1967-yildan beri tashkilot a'zosi edi. Eron mudofaa vazirligi rasmiy vakili general Rizo Talaynik nizo yakunlangandan keyin Hormuz bo'g'ozi orqali savdo kemalarining harakati faqat Islom Respublikasi xavfsizligiga tahdid solmagan taqdirdagina qayta tiklanishini ma'lum qildi. Uning so'zlaridan TASS iqtibos keltirgan. Urush tugagandan keyin savdo flotining to'siqsiz harakati Eron xavfsizligiga tahdid yuzaga kelmagan taqdirdagina amalga oshiriladi, deya ta'kidlaydi u. Avvalroq Axios portali Eron AQShga Hormuz bo'g'ozini ochish va urushni to'xtatishni ko'zda tutuvchi taklif yuborgani haqida xabar bergan edi. Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ushbu taklifni 25-26 aprel kunlari Islomobodda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida pokistonlik vositachilar orqali yetkazgan. Taxminlarga ko'ra, o't ochishni to'xtatish tartibi uzoq muddatga uzaytiriladi yoki tomonlar urushni uzil-kesil yakunlash bo'yicha kelishuvga erishadilar. Donald Tramp o'z yordamchilariga Eronni uzoq muddatli blokada qilishga tayyorgarlik ko'rishni buyurdi, deb xabar bermoqda The Wall Street Journal nashri. Amerika yetakchisi bombardimonlarni qayta boshlash yoki mojarodan chiqishi blokadani saqlab qolishdan ko'ra ko'proq xavf tug'diradi, deb hisoblamoqda. Wall Street Journalning yozishicha, blokadaning davom etishi benzin narxining oshishiga, Donald Trampning reytingi pasayishiga va respublikachilarning oraliq saylovlardagi istiqbollariga putur yetkazgan mojaroni cho'zib yubormoqda. AQSh prezidentini cheksiz blokada qoniqtirmoqda. Avvalroq Tramp u Eronni inqiroz holatiga olib kelayotganini aytgan edi. Amerikalik yuqori martabali mulozim blokada Islom Respublikasi iqtisodiyotini izdan chiqarayotganini qayd etdi. Ta'kidlanishicha, mamlakat sotilmagan neftni saqlashi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda qiynalmoqda. Bizda hozircha shular. Kuzatib borishda davom eting.